Nurmat Imomov yana sizlar bilan. Assalomu alaykum. Navbatdagi she'rimni e'tiborlaringizga havola etaman. Bu dunyoni 5 kunlik der birodar. Ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Olmasin aqlingni aslo tillozar. Qazodan qanday u xalos etadi. Ezgu ishlar qilmoqqa intilgin har chog' 5 kunlik dunyoning qadriga yetgin. Obod qil zaminni qoldirmagin dog'. Vijdoni toza hur bo'lib ketgin. Menmagin zinhor kibr otiga, bandasin Allohning yezozin qilgin. Yetkazmagin ozor inson zotiga, qilmishning jazosi borligin bilgin. Qilib yashagin nazaringni to'q, nafsingni tiya bil har qandayin dam. Haromu harjiga urma qo'ling yo'q, iymoni but inson bo'lgin chinakam. Nur Muhammad, yaxshiliging qolgaydir, o'tmishga aylanar bir kun bu damlar. Fikri teran hayotdan ibrat olgaydir, kelayapti, ketayapti odamlar. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani. Omon bo'ling, qadrli muxlis.